Toshkent tumani Mehnat postida 1.6 kilometr kirilganda mana shu ikkita Hasan Husan xonadonlarimizni sotuvga chiqyapti. Korobka holatdagi xonadonlar. Mahallani ko'ryapsizlar, hammasi dang'ilama, chiroyli. Uchastkalar xudo xolisa juda ham tez rivojlanib ketyapti betlar. Xo'p, narxini ham aytaman sirasi. Bunisi 120 ming dollar bo'lyapti. Bu xonadonimizda. Narigisi 105 ming dollar. U yog'i suv qilinmagan, bu yoqlar suvdan chiqarib qo'yilgan. Yo'l qismini ko'ryapsizlar. Bitta mashina olib kirishga joy bor. Kichkina kalitga eshikdan kirasizlar. Bu yoqga yozgi oshxona karavatlar qo'yib qo'yib, maza qilib yashab borsa bo'ladigan xonadon bo'lyapti. Podval qismiga tashqaridan ham tushsa bo'ladi, ichkaridan ham tushsa bo'ladi. Xonadonimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bu yoqda bitta oshxona, bitta sanuzul, bitta zal va bitta spalniy bo'lyapti birinchi etajda. Orqada havo aylanadigan joylari ham bo'lyapti. Endi sizlar bilan podvalni ham bir ro'y ko'rsatib o'tamiz, ko'ramiz. Podvalni ham xonalarga ajratib qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda bitta, bu yoqda bitta, bu yoqda bitta xona. Endi ikkinchi etajni ham bir ro'y ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, umumiy sanuzulimiz, uchinchi xonamiz va to'rtinchi xonamiz balkonlari bor. Xudo xolisa xonadonimiz juda ham baquvvat qilib qurilgan, xudo xolisa. Xo'p, mana bunisi 105 ming dollar bo'ldi. Bunisi 120 ming dollar narxi bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaringlar, bemalol. Yana o'zingizlar batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib, egalari bilan talashib tortishib, savdosini qila olasizlar. Xonadon juda ham baquvvat qilib, chiroyli stilda qurilgan ekan. Aloqaga chiqaringlar.